Assalomu alaykum Xon Avto obunachilari, akalar. Bugun 12-iyul sanasiga tayyorlab qo'ygan mashinalarimiz. Olib keling kamerani, bitta ko'rsatamiz. Kia Bongo 2011-yil Starix motorda. Mashinaning kabinasi radnoy holatda. Udar kaltaklari yo'q, ramalari butma-butun, izotermiz butkada. Hyundai Porter 2005-yil Starix motorda. İzotermiz butkada, Bespalni 315lik. Hyundai Porter 2011-yil Starix motorda, kapali butka akalar. Udar kaltaklari yo'q, butma-butun. Bu tomonda Hyundai Porter 2008-yil Starix motorda, mana bort holatida so'rab yurganlarga. Akalar, bu mashinalarimizni ham 2011 Hyundai Porter, 2011 Kia Bongo mashinalarimizni bort qilib beraveramiz. Menga butkasi kerak emas, bort qilib beringlar desalaring, bort ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa 100% ishlarni bitiramiz. Obuna bo'lib, like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar, shunaqa yuk mashina qidirib yurganlarga akalar.